Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana podkastda bu safar yangi va eski O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimiz bilan mehmondan Nyu-Yorkda xush kelibsizlar. Bu kishi Farruh aka oldingi videomizda ham chiqqan, birinchi videomizda kanalimizga o'tib ko'rsangiz bu kishi haqida suhbatimiz bor. Jahongir aka Razoqov Samarqanddan va Dilshod aka ichimizda eng yoshi katta buxorolik O'zbekistondan kelgan. Xush kelibsizlar. Bugungi podkastimizda Boburjon bizga yaqinda yordam beradi. Xush kelibsiz Boburjon. Rahmat. Akalarga katta rahmat aytib o'tishimiz kerak boshida, ya'ni vaqtlarni ajratib, alohida vaqt ajratib kelishgani uchun. Bular haydovchilik sohasi bo'yicha ishlashadi akalarimiz. Jahongir akani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Berufskraftfahrer deydi nemischasiga, ya'ni o'sha professional haydovchi bo'lib ishlash uchun Germaniyadan vizalarni yaqinda qo'lga olishdi. Hozir mana haydovchilik faoliyatlarini olib borishyapti. Nemis firmada ishlayapti. Haqiqiy nemis firmada ishlayapti. Birinchi savolimizda Farruh akadan boshlaymiz. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, tinch Ketmayman sizda. Oldingi videomizni ko'ring. Mana shu inson mazam bo'lmaydi, ketaman deb haligacha ketmadi. Qancha bo'ldi balki o'sha videomizga bir 8 oylar bo'ldi. O'zi yaqinda 1 yil bo'lar o'zi kelganga. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ish jarayonida haqida gapirib bering. Birinchi videomizda u vaqtlar oyliklar arzon edi, hozirgi kunlik oladiganingiz chiqib bo'ladi. Oyiga 2,5 mingdan balandroq chiqib. Qo'lingizga tegishi. Qo'lma shu zetradi. Shunda zetraq bo'ladi. Xudoga shukr. Emas, jeyjeyda hech muammo yo'q ishda. Ishingiz haqida qisqacha ma'lumot bering. Shu katta mashinada ishlaymiz, firmada, nemis firmada ishlayapmiz. Yuk dastlab toshimiz katta bazalar. O'zbekchasiga, o'zbeklarga tushunarliroq bo'lish. Hozirgi kunda Y kategoriyada ishlayapsizmi yoki oldin Bessida ishlaydim, hozir Y'da ishlayapti. Yaxshi. Oldin katta kamroq edi. Hozir Xudoga shukr yaxshi. O'zgarish bor. Bor, Xudoga shukr tinch. Og'ir emas. Emas joyida. Eski shofirlardan Dilshod aka. Qanday bo'lyapti? Eng yaxshi ustoz, bizda ustoz bo'ladi o'sha aka. Ustozlar bo'ladi. Yaxshi. Hammasi holdingdagi men uchun qiyinchiligi yo'q. Ko'rganib ketdik. Necha yil bo'ldi Germaniyada ishlayotganingizga? 8-yil boshlaganman ishni. 7 yil turib 8-yilgacha. Eng qizig'i bu odam mendan ham oldin kelgan Germaniyaga. Anchadan beri. Nechtalar shogird chiqardingiz o'zbek shofirlaridan? Bor shogirdlarim, anchadan shogirdlarim bor, og'aynilarim bor. Bor shogird. 20 ga yaqin. 20 ga yaqin shofirlar. Balki ko'proq. Bizda shunday mentalitetimizda bir nima borki, yuzxotirlik, mehribonlik bor. Kelasiz, misol uchun bir nima hech qachon qo'rqish, orqaga qaytish bo'lmasligi kerak. Har doim vatandoshlarimiz bor, yordam berishga tayyor. Beminnat. Mana shu odam shunday keldim ishga. Shunday kaltib yeb chiqarib berdi. O'rgatmadi, deydi. Hurmatli Dilshod aka. Shunday mashina olib aytdi, "Davay, dushanba ishga chiqasan" deydi. O'rgatganim yo'q-da, "Davay" dedi, "Sen o'rgan, bosib qilma" dedi. "Chingmas qolganidan bos" dedi. "Qolganini o'zim javob beraman" dedi. "Yo'q, muammo yo'q." Shunda birda chiqib o'tirib bosib ketdik. Demak, ko'zlari yetganda siz o'sha akani o'zi aytdi, "Chingmas" dedi. "Sen bos" dedi, "Chingmas qolganidan" dedi. Bilmagan narsalarni telefon qilib so'rayman. Hozirgacha ham tushunmay qolgan joylarim, dokumentlarimda. Yordam bor ishlab ketsa. Til qanday bo'lyapti sizda? Til amalyapmiz. Telefonda bor переводчик. Telefondan foydalanasiz. Telefondan foydalanyapman. Ko'p joylarda turklar bor, ruslar bor, ruscha. Shunday dispetcherlar qanaqa gaslarga? Dispetcher rus, turk. Nemis tilida men juda ravon gapiraman. Juda. Men ularni tushunaman, lekin meni nemislar tushunmaydi. O'z boshqacha shekilda. Lekin bilmayman nima shunday. Nemislar ham maktabga borib ozgina o'qisin. Demak, nemislar ham 100% nemis tilida. Yaxshi. Ba'zi Jahongir aka masalasi bo'yicha yaxshi qanday bir sabrajinasi bor inson, bir ko'zdan qarab ham Tushunsa bo'ladi. tushunib, Nima deydi? o'zimizga kerakli so'zlarni bilaman. Odam tilida gapirsangiz, ishora, ish davomiga o'zimga kerak bo'lgan so'zlarni bilaman. Tushunaman, tushuntirib beraman. Keyingi savolimiz Jahon aka. Qisqacha. Jahon aka birinchi Germaniyaga emas, qaysidir boshqa Yevropa davlatiga kelganingizni eshitdik.
Shunday, e'tibor uchun rahmat. Savol uchun rahmat. Birinchi biz Latviya davlatida 2 yil, ya'ni LKV katta yuk mashinasi firmasida ishlab davom ettirdik. Keyinchalik yordam tufayli Germaniyaga Riga davlati orqali viza oldik. Qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha ishladik 2 yil. So'ng bizda haydovchilik guvohnomalarimiz bor. Latviyada ishlaganmiz. Germaniyaning o'zining firmasiga harakat qildik. Hujjat topshirdik. Mehnat agentligi tasdiqladi. Mana 4-dekabrda ishga boshladik. Edika, Revi, Aldi magazinlarga mahsulot tarqatamiz. Shu Line LKV deydi, kichikroq yuk mashinada. Katta supermarket tarmoqlariga Katta supermarketlarga mahsulot yetkazib beramiz. Iste'mol mahsulotlari bilan bizdagi asosan shu. Iste'mol mahsulotlarini yetkazib berib turamiz. Qaysi yo'nalish va necha kilometr yurasiz bir kunda? Asosan bizda tunda ish bo'ladi. Maksimal 200 kilometrdan 100 kilometr arafasida yuramiz. Tunda yurishimizning sababi bor. Yani kunduzi ham ishlab ko'rdim, chunki uzun mashina. E'tibor qilgan bo'lsangiz, har bitta magazinda avtoturargoh stankalari bo'ladi. Kunduzi magazin ishga tushganda o'sha yerda mashinalar bo'ladi. Mashinani burishga qiynaladi. O'sha burishga qiynalishni hisobga olgan holda ko'pincha bizda ishxonamiz tunda bo'ladi. Burilishimizga va rampalarga qo'yib mahsulotlar joylashtirimizga hech kim xalaqit bermaydi. Shu ko'tarib, toshib, qanday o'zingiz tushirib, o'zingiz yuklaysizmi u narsalarni? Hammasi elektroroqlar bilan amalga oshiriladi. Bunda qiyinchiligi yo'q. Suhbat darajasini ham misol uchun suhbat darajasi bilganligim uchun ishda qiyinchilik tug'diradi. Gaplasha olasizmi? Suhbat darajasi. Shunday desam. Ziyodroq. Suhbat darajasi bilaman. Hozirgacha muammo yo'q. O'zingizga tegishli bo'lgan? Shunday. Jahongir aka ko'pchilikga qiziqish bo'ladi, ko'pchilik tomonidan. Masalan, haqiqiy nemis firmasida Berus Kraftfahrer bo'lib ishlayapsiz ekan, bunga hujjat topshirish jarayonlari qanaqa bo'ldi? Qancha vaqt ketdi? Bu hozirgi ishlaydigan ishxonamizdan shartnoma oldik. Ya'ni Landesaga topshirdik hujjatni. 2 hafta, 3 hafta vaqt ichida bizga yangi ruxsatnoma chiqarib berdi. Keyin yana termin kunini belgilab borib biz iOS, ya'ni ID kartamizni hozirgi qishloq xo'jalikdan hozirgi haydovchilikka almashtirib berdi. Demak, siz Germaniyada yashab ishlab turgan bo'lgansiz, yo'nalishni o'zgartirgansiz. Shunday, hozir 4 yillik iOS ID kartam hozir mavjud. Hozirgi shu ID kartamni hozirgi haydovchilik ishxonasi bilan almashtirib berdi. Haydovchilik guvohnomasi shu masalasida ozgina ma'lumot bersangiz. Haydovchilik guvohnomasi asosan bitta haydovchilik guvohnomasi bilan ish yurita olmaymiz. Albatta kod 95 kerak, albatta chip karta kerak. Yevropani pravasi kerak bo'ladi, ya'ni menda Polshani pravasi bor. Asosan shu hujjatlar kerak bo'ladi haydovchilik, ya'ni bitta haydovchilik. Keyin shu yerda o'ziga bir savol tug'iladi. Sizda polskiy pravo oldingiz. Orqasida o'z-70 bormi yo yo'qmi? Qaysi birini aytsam foydaliroq? Ochig'ini aytganingiz foydaliroqda. Yo'q, albatta 70, chunki biz Polshani pravasini oladiganimda 70 paragrafi bu imtihonsiz pravasini almashtirib degan ma'noni beradi. Men imtihon topshirib olganimda 70 paragraf yozilmasdi. Lekin men shunda hozir men pravamni almashtirgan hisobiga 70 paragraf turibdi. O'z 70 paragraf bilan ishlayapsiz, iloji bor. Ha, shu o'z 70 paragraf bilan mehnat agentligi tasdiqlab berdi. Yaxshi. Endi kuzatib boruvchilarga bu qo'shimcha qiziq ma'lumot. Keyingi safar xudo xolasa bizni kuzatib boring. Albatta o'sha polskiy pravo to'g'risida ham bir yorqinroq ma'lumot beramiz. Qanday olib borilish jarayonlari, qanday bu jarayon davom etadi, hammasi to'g'risida to'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa. Shu pravo masalasida Dilshod akaga yuzlanamiz. Sizda qayerda pravasi bor? Unda O'zbekiston pravasi bilan Germaniyada ishlayapsiz. Eski shopirlar. Nima bizda ligota bor. Ligota bor. Farvoga sizda qanday? Meniki O'zbekiston pravasi bilan ishlayapsiz. O'zbekistonlikda ishlayapman. O'tgan kuni bir eshitdik, militsiyalar to'xtatib. Nimaga to'xtatdi? U podyomlikka chiqilmayapti, yuk to'la kelyapti. Shuni to'xtatdimi deb o'yladim. Gurjonni kelyapti. Podyomlikka chiqilmadi.
Shunga bolani orqasi tishlarini tekshirib ko'rdi. Yukingizni o'lchab ko'rgan, chamalab. Ha, taxminan ko'rdi. Dokumentlarni berdim, tekshirib ko'rdi. Yo'q, tinch hammasi qo'yib berdi. Hech qanaqa ortiqcha qog'oz yozib berdi, 12 soat ichida to'xtatsa shuni ko'rsatasan deb. Necha pul berdingiz? Ha? Hisobga o'tkazib berdingmi? Yo'q. Hammasini tekshirdi, chiqib ular shu joydan emas. Qanday gaplashdingiz politsiya bilan? Hech narsa demadim. Dokumentlar so'radi, keyin dispetcherga so'rab, prinsipdagi bizlarda turmaydi. Prinsip olmasha har kuni. Prinsipni dokumentini so'radi mendan birdan. Moshinnikini turadi, moshinnikini berdim, keyin prinsipnikini dokumentini so'radi, keyin dispetcherga turib onlayn to'lab berdi. Ko'rsatdim, u dokumentlarni program oldi, tekshirdi moshinni. O'zlari hujjatlaringizni olib ketib, tekshirib, qaytarib olib berdi. Berdi, bitta varaq berdi, tekshirsa dedi, shu varaqni ko'rsatasan dedi. O'sha politsiya sizga tekshirilganligi to'g'risida qog'oz, vaqtingizni ushlab turgani uchun sizga qog'oz bergan. Shunday. 12 soat ichida agar dedi, mana bu tekshirilgan haqida ma'lumot berilmas dedi. Demak, siz ketyapsiz bir yo'nalishda, sizni olib kirib tekshirdi. Yana shu yo'nalishda davom etyapsiz, hech qanday qonun qoidalarni buzmay turib, yana shubhalanib to'xtatsa, Shu qog'ozni ko'rsatasan dedi. yana yo'nalishingizda davom etaverasiz. Ha. Shu qog'ozni olib qo'ydim, dispetcherga talab berdim, shunday deb tushuntirdi endi. Shu. Bu to'xtatish jarayoni faqat shubha bilan. Ha, shu binoga chiqolmadim, endi o'yladi, avarini holat deb o'yladim endi. Men endi yuk bilan kelyaptim, shunga Hech qanday ortiqcha yo'q. agritoshitil ko'rsat, strafovka. Endi menda unday bo'lmadi. So'ramadim-ku. Peregruz bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylagan shekilli. Ha, avariyadan chiqolmayapmiz, stadionga chiqolmayapmiz. Ustozingni ham so'radim politsiya. Ustozim so'ramadi, ustozim. Ustozlarim katta ular Yaxshi o'qitmagan. Ustozlarim kuchli. Nihoyatda kuchli. Ustozlarim faqat bos dedi oldinga qarab. Ustozlardan ham bir so'raylik, mana politsiya bo'yicha endi ko'pchilik o'ylanadi-da, faqat kelmoqchi bo'lganlar qanaqa bo'lar ekan, politsiya tusharmikan, gaylar bu politsiyalar yo'lda bo'yida turarmikan deb ko'pchilik o'ylanadi-da, qo'rqishi ham mumkin. O'sha bo'yicha bir o'z tajribangizdan kelib chiqib bir bo'lgan voqealar bo'lsa agar o'rta olasangiz. Germaniyaga yurishning ham o'zini qoidalari bor. Shunday. Bu yerga ham o'zini hurmat qilib yuradi. Har bir o'zini hurmat qilib yurgan haydovchi yoki boshqa kasb egalari hech qanaqa nimalarga uchramaydi. Demak, qonun qoida buzilmasa agar to'g'ri yo'nalishda ketadigan bo'lsangiz, politsiya sizga oshiqcha gapirmaydi. gapirmaydi. To'xtatib qolgan taqdirga ham siz o'zingizni hurmatingizni yo'qotmasdan hurmat darajasida uni so'yladi, men berdim, gapirmadim ortiqcha, hamma narsa o'z yo'nalishiga ketdi dedi. Xuddi shunga o'xshagan. Menga bo'lib qolgan, endi masalan kirib qolgan joylarimni men o'zim chaqiraman politsiya. Chaqiraman va meni bu vaziyatdan olib chiqadi. Demak, yordam yo'lda berasiz. tiqilib qolsangiz, bir ishlar bo'lib qolgan taqdirga ham men o'zim murojaat qilaman. politsiyani chaqirsangiz sizga so'zsiz yordam beradi. So'zsiz yordam beradi. Men hayot tajribamga bo'lib o'tgan, men bir yerga qayerda bo'lish vazifasiga bir yengil mashinani jarohat yetkazdim. Kechqurun Ko'rinmaydi. ertalab 5 lar edi. Politsiya chaqirishga imkoniyatim bo'lmadi. Politsiya idorasiga bordim. O'zim. Bordim, meni kutib olishdi, olib keldilar, ko'rdilar. Mana politsiya Germaniya hukumatining qarorlarini hurmat qilganim uchun menga o'sha beriladigan 35 euro shtraf, politsiya chaqirish uchun 35 euro shtrafni olmadi va sud bo'ladigan bo'lsa, shu agar bu jarohatlangan mashinani u yozib bersam, nedavolni bo'lsa, sug'urta bergan pulgan agar norozi bo'ladigan bo'lsa, san uchun biza boramiz deb politsiya qog'oz berdi. Sizda jalb qilib o'tirmaydi. Jalb qilib o'tirmadi. Fuqarolik burchingizni bajardingiz, tamom. Men Germaniya hukumatini, qonunlarini hurmat qilganim uchun shunaqa imkoniyatlar berdi. Qo'rqib o'tirish shart emas. Qo'rqib o'tirish shart emas. Farruh aka Rossiyada ishlaganman deb aytib o'tdingiz oldingi videoda. Politsiya nahotki sizga bir qo'pol muomala, chet ellik deb qo'pol muomala qildimi? Yo'q, bunday bo'lgani yo'q. Shu salom qildi, salom berdi. Men salom berdim, shu dokumentlar so'radi. Mana shu dokumenti. Xayrlashib berdi. Shunday. Hech muammo bo'lmadi. Endi bilmasa menda shunday bo'ldi. Qolganini bilmayman. Menda shu.
Shopirlarda Jahon akaga izlanamiz. Shopirlarning yashash sharoiti sizda qanday? Yotoq joy, yashashingiz. Asosan yotoq joyda o'zimizda firma tashkillashtirib bergan. Hamma sharoitlari yaxshi. Hamma qulayliklari bor. 4-dekabrda ishga chiqdingiz. 4-dan Qancha kun yotoqxona izlab sarson bo'ldingiz? 4-gachami? Yo'q, 4-dekabr yangi ishga o'tganingizdan keyin Yo'q, men sarsongarchilik bu yerda bo'lmadi. Meni ish bilan tanishtirdi va yotoqxonamni joyimni ko'rsatdi. O'sha kunni o'zida. O'sha kun joy. O'sha kunni 5-kuni ertalab ko'chib keldik, yashadik, 5-kuni kechqurun ishga chiqdik. Kvartira muammosi bo'yicha muammo bo'lmadi. O'rta hisobda qancha to'layapsiz yotoq joy uchun? Shartnoma bo'yicha 178 euro. Suv, sovuq suv, kommunallari hammasi ichida. Ichida. Sharoitingiz qanday? Sen ham yedingda sharoit, hammasi zo'r. Qilqasan-ku baribir. Arbeitsgenehmigung qancha muddat? Arbeitsgenehmigung? Arbeitsgenehmigung Aufenthaltdan termini qanday bo'ldi? Austriya behördiga borib almashtirishda balki. Zusatzblattda almashtirdingiz-ku, o'sha Arbeitsgenehmigung qanday bo'ldi? Qancha muddat oldi? Umuman o'zgartirishmi? Gaplashdik-ku. Bo'ldi. Ya, ko'rva deyman. Bo'ldi. Davay. Sizda Jahongir aka, mana siz Germaniya firmasiga ishga kirdingiz. Ishni boshlash jarayoni qanaqa bo'ldi aka? Sizga endi nemislar bilan birlashishsiz, ularning muomalasi qanaqa bo'ldi? Boshliqlar, rahbariyat tomonidan qanaqa e'tibor bo'ldi sizga? Men avvaldan bir aytishim mumkin, 2 yillik o'zimda ish stajimdan Germaniyani misol uchun boshliqlari, firmaning boshliqlari, ishchilar, aynan shu Germaniya fuqarolariga hammasi menga hech qachon yomon ko'z bilan yoki bo'lmasam bir yomon qarash bilan yoki ishni yomon ko'rsatib bunaqa xarakterda bo'lmagan. Hammasi xushmuomala bo'lgan. Ishimda ko'rgan xatoyim bo'lsa, kamchiligimni o'z joyida to'g'rilab, keyinchalik xato qilmasligimga yo'l ko'rsatib bergan. Kechagi, ya'ni hozirgi ish vaqtimda, ish jarayonimda polshalik bir haydovchi menga ish jarayonini ko'rsatdi. Misol uchun har bitta hujjat yuklarda hujjati bo'ladi, vedомость bo'ladi, kirimi bo'ladi, chiqimi bo'ladi. Hammasini qaydnomada yozishlarni shu polshalik shofyor menga ko'rsatdi. Albatta o'rtada tushunmovchilik bo'ldi. Boyagi bitta maqol bor. 2 qo'chqorning kallasi bir qozonda qaynamaydi deganday, 2 ta haydovchi bitta mashinada haydash qiyin ekanda. Tushunmovchilik bo'lar ekan. Bu ham albatta hazil tariqasida. Hammaning muomalasi Xudoga shukr yaxshi. Nolish yo'q. Tushunmovchilik faqat sizga o'rgatadigan polshalik haydovchi o'rtasida bo'ldi. Ish beruvchi bilan? Yo'q, ish beruvchi bilan emas, shu polshalik haydovchi bilan bir ko'chada bir shunday holat bo'lib qoldi. Tunneldan chiqqanimizda internet ham ishlamay qoldi. Chunki internet ishlamay, svязь bo'ldi. O'ngga burilishim kerakligini eslab qoldim. Men o'ngga burilganimda qaradimki, rampaga o'ng kelib qoldim. 3 metrlik rampa o'ng keldim. O'shanda kelishmovchilik bo'ldi. Chunki men Germaniyaga ko'chalarda kam yurganman. Polshalik haydovchi ko'proq yurgan. U har kun yurib yod bo'lib ketgan ko'chalar menga yod bo'lmaganligi uchun adashdim. Adashib 3 metrlik rampaga to'g'ri keldik. Rampa deb tunnel dedim, tunnelga. Shu yerda sal kelishmovchilik bo'ldi va hozirgi kunda hammasi yaxshi. Ishlayapsiz. Ish jarayoni ma'qul. Ish jarayoni ma'qul. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, Bobur. Sizga demak 2 yil davomida hech kim kurba demadi. Ya 2 yil mobaynida men 3 yil oldin Polshada eshitgan edim-da kurba deganini. Bir-biriga kurba derdi. Men uni yomon so'zligini bilmagan ekanman-da. Keyin gap video ketaversin mayli. Menga aytdiki, soat 1ga dedi-da. Sherigingiz. Dushanba kuni soat 1ga dedi. Hay dedim-da, uxlavardim. Soat 1da ish taqilyapti, oqshom 1da. Men oqshom 1da qaydan bilayman? Taqilyapti, ish bo'lyapti deyapti. Ishga bormaysanmi dedi. Boraman dedim. Kurva ishni olib ketdi-da. Menga aytyapti, dedim, boshqa qilib. Keyin saqlanib qo'ydim. Keyin boyagi tunnelda voqeasi bo'lgandan keyin kurva dedim. Yo'q, tush dedim. Nima deysiz? Mana urgut emas dedim. Shunday tushsakmi? Keyin qaradim, o'zingni boshing O'zbekistonda emas-ku dedim. Nega qo'yib yubordim? Keyin ruschalab gapirdim, xoh tushunmadi. Menimcha polshalik ruschani tushunadi.
Demak siz ham unga kurba dedingiz. O'zingiz tilingizga. O'zimizni tilimizda kurva deymiz. Shaka, ruschalab kurva deymiz. Shu yerda bir narsani ta'kidlatib o'tamiz. Hech qachon Yevropada jiddiy janjal holatga olib kelmang. Sizga nimadir ma'qul tushunmovchilik bo'lyaptimi? Bemalol haqqingiz bor ish beruvchiga murojaat qilishga. U holatda agar yordam berilmasa politsiya. Politsiya sizni xohlagan tilingizda gaplashadi. Iloji boricha sizga tarjimon olib kelib beradi. Shu janjallik holat bo'lmagani ma'qul. Juda muhim narsa ular. Hattoki tahanaki jangga ham bormaslik kerak edi, og'zaki. Agar shunaqangi holat bo'ldimi, sirazu ish beruvchiga birinchi murojaat qilasiz, haq-huquqingizni himoya qilmadimi politsiya. Eng tinchi shu. Ikkinchi marta oldingizga yaqinlashmaydi. Qo'shimcha savollar endi eng kulminatsion nuqtasi, ya'ni oylik masalasi ko'pchilikni qiziqtiradigan. Endi точный summani aytishim shart emas, примерно masalan shunchadan shunchaga desanglar ham bo'ladi. Qo'lga tegadi yani. Qo'lga tegishi. Jahongir aka sizda qanaqa bo'lyapti? Farruh aka aytdi. Germaniyaning qonunchiligida shunday borki, aniq summa aytilishi bu xuddi davlat sirridek hisoblanadi, chunki har bir tashkilotning o'zining to'laydigan soliqlari bor. Men o'rtacha aytishim mumkin, soatiga 15 euro 70 sentdan 16 euro 20 sent o'rtasida soatiga. Haftada necha kun ish? Dushanbadan shanbagacha ish, yakshanbadan. Yo'q, shanba kuni ertalabgacha ish, shanba kuni bilan yakshanba kuni kechqurun dushanbaga o'tar kechasi ish boshlanadi. Ya'ni tunda ishlashim hisobiga. Hisoblab chiqqaningizda 5 kun ish 5 kun ish kuni hisoblanadi. Shunday. Ulatib olaymi? Lekin bizda ishxonamiz shunaqaki, chip karta bor. Bunaqa chip karta. Ya'ni ishxonaga kiramiz, uraman. 7 soat yoki 5 soat yoki 4 soatlik vaqtlarimiz bor-da. Bu sizni kirib chiqishingiz. Shunda chiqaman, mana shu narsa bizda ish haqqimiz Bu hisoblanadi. sizni ishxonaga kirib chiqishingiz. Lekin chip karta sizni tekshiradigan ish, sizni ishingizni yo'lashtiradigan, masalan, politsiya tarafidan chiqib turadigan. Bu boshqa narsa. Bu boshqa narsa. bo'yicha Jahon aka sizda qo'lingizdagi to'liq kartacha bilan ish soati hisoblanadi. Ish soati shu bilan hisoblanadi. Hisoblanadi. Nechida ketishi. Ha. Bu kishining aytishi bo'yicha, endi tushunishim bo'yicha men siz taxol kartada qancha ishlaganingizni ahamiyatsiz, mana shu chip karta bilan oylik hisoblab beradi. Shunday, bizda ishxonamizda taqqoni necha soat bilan ishlash ahamiyatsiz, chunki eng maksimal 8 soat men tashlab kelishim mumkin. Misol uchun juma kunlari 4 soatga borib ikkita magazinga tashlab kelishim mumkin. Или bitta magazinga yuk tashlab kelishim mumkin. U chip bilan hisoblanmaydi. Men bu bilan kiraman, o'zim o'rtaman yukni, o'zim zakazlari bo'yicha taxlayman, o'zim mashinaga zagorska qilaman. O'shalar bilan menga 8 soat hisob bo'ladi-da. U vajdaniyani hisobga emas, yo'qda. Endi tushunarli bo'ldi. Значит, bu yerda demak Farruh aka siz ochgan smenangizga oylik olasiz. Yo'q. Bu kishi misol uchun ertalab turdi, smenani ochdingiz. Misol uchun sizni chip kartangiz turadi mashinada, to'g'rimi? Yaxtikilim. Ha, bo'lmasa podkastda O'chib qoldi. Bu o'rtani olaveradi endi. Qara bo'lmasa bu yerda bitta opshi akalar katta rahmat. Yo'q, hozir yana bitta savol bor. Oxirgi o'sha yakuniga kelib qoldi. O'rtadagi narsalarni kesib tashlaymiz. Hop. Davom ettirib ketaveramiz endi. Suhbatimiz juda ham maroqli bo'lyapti. Rahmat akalar. Tarixiy, hayotiy tajribalarni o'rtoqlashyapsizlar. Yana bitta qiziq joyi, ya'ni Germaniyaga ishlagani kelmoqchi bo'lgan potensial odamlarga o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib qanaqa tavsiyalar berasizlar? Nimalarga asosiy e'tibor qaratishlar kerak? Masalan, hujjat bo'yichami yoki til bo'yichami? O'sha siz nima deysiz? Yoshingiz katta, eski rahtabas, ko'proq yurgansiz. Mayli, kelsinlar. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, yordam qilishga. Yordam qilishga harakat qilamiz. Chunki men bizlarni so'z bo'ladi. Mayli, hujjatlarimni taxlab, nemis tilini o'rganib, beka bir darajami? Shu darajaga o'rganib kelsinlar. Demak, til bilib kelsa, bitta moslashib ketishi ancha oson bo'ladi. til bilgan yer biladi. Ko'chaga qolmaydi. Yana hujjatlar qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, O'zbekistonda tajribasi bo'lishi kerakmi yoki boshqa chet davlatlarda Tajriba обязательно kerak. Tajriba обязательно. Men haydovchi sohasiga ishlab yurgan bo'lsam, tajriba kerak. Ya'ni pravani masalan aytaylik, yuk mashina haydash bo'yicha C yoki E pravani yaqinda olgan bo'lsa,
lekin ko'proq pul ishlash maqsadida kelmoqchilarga qanaqa tavsiya bo'ladi aka? Shu yo'lga yurishni, O'ziga uvering bo'lish kerak. o'ziga o'yrim bo'lib, Znaklarni ham sal bilish kerak. hamma narsani Yo'l qoidalarini ham sal. qiladi. Chunki shu mashinani ham o'zini saldarami bor. Saldaramni yurgani kiygani yaxshi. Jahongir akaga yuzlanamiz. Yevropada yurgan shopirlarga, nemis firmalariga o'tishni tavsiya qilasizmi? Nima maslahat berasiz? Endi sharoitga qarashga albatta tavsiya qilaman. Madaniyat eng asosiysi nemis firmalarida ishonch bor. Ishonch topilsa, ishonch bilan biri-biri bilan yaxshi kelishib ishlab ketish mumkin. Tavsiya qilaman. O'zbekistondagi vatandoshlarimizga o'zimda stajdan kelib chog'olda shunday maslahat beramanki, qaysi yo'nalish bo'yicha, xoh qishloq xo'jaligi, xoh meditsina, xoh haydovchilik, xoh qurilish sohasi bo'lsin, o'zining sohasi bo'yicha mukammal mutaxassis bo'lsin, va tilda bilsin, kelsin, qiynalmaydi, ishini davom ettiradi. Va kelganiga afsuslanmaydi. Podkastimizni shu yerda yakunlaymiz. Xush kelibsizlar. Rahmat, hurmatli vaqtlaringizni ajratib kelganlaringiz uchun. Bayramlar bilan kelayotgan. Hammani yangi yillar bilan tabriklaymiz. Kelayotgan Xudo xolisa bizni kuzatib boring. Keyingi safar yana qisqacha chiroyli podkast qo'yamiz. Farruh akani Xudo xolisa yana bir efirga olib chiqamiz. Mayli, yo'q. Ishlarayimdan, ishchiga borasizlar, chaqda. Ishlarga borib. Endi Xudo xolisa podkast tugatib aylanishga chiqamiz, a? Albatta. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar, doimiy bizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lib turasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat, kelibsizlar.